Assalomu alaykum. Kia Sorento avtomobili 2016-yil 157 ming kilometr yurgan yoqilg'i dizel 2.2 ob'yom mashina shu ideal holatda 13 million 400 ming won dollarga 9100 dollar hozirgi kurs bo'yicha 9100 dollarga to'g'ri keladi. Balon holatlari ham ozgina diskalarda ishlangan joylari bor. Eski mashina hammasida bor bunaqa narsa. 4 VD to'rala baland tortadi. Mashinamiz ideal. Keyin kerak bo'lsa orqaga chiqib ko'rasizlar. Salon holatlari pokiza, orqa salonlari sidinasi isitadi. USB 220 voltli shariklari mavjud. Orqa salonda ham bu yoqda ham bitta joyi bor. 7 kishilik bemalol sig'adi. Black box'da HiPS monitor, avtohod, avtoparking, drive mode, ya'ni sport rejim, eco rejimlar hamma narsa mavjud. Oldi sidinani sovutadi, isitadi. Sidina pamyati yo'q, lekin elektron sidina. Mashinalar shu ideal. Kimga kerak bo'lsa, aloqa qilib ko'rasizlar. 13 million 400 ming won, 9100 dollar. Ideal holatda.